Bugun bir voqeani eslab, etim jimirlab ketdi to'g'risi. Bundan bir 10 kuncha oldin tush ko'rgandim. Tushimda Makka da yurgan ekanman. Makka da yuribman va osmondan qor yog'ayotgan ekan. Atrofda hamma xushxursand o'ynab kulib yuribdi. Endi bo'ladi-yu, tushingizda to'laligicha esla olmaysiz, lekin qaysidir tasvir yodingizda qolib ketadi. Menda ham aynan o'sha Makkada qor yog'ib turgan holat tasviri yodimda qolib ketgan edi. Oradan 5-6 kuncha vaqt o'tdi va telefonimga bir xabar keldi. Ancha oldin yozgi oromgohlar tashkillashtiradigan bir dasturga o'qituvchi sifatida o'zim hujjatlarimni topshirgan edim. Bu dastur juda ham mashhur va butun dunyo bo'yicha har xil davlatlarda olib boriladi. Yevropa, Osiyo, Amerika davlatlarida. Va meni aynan o'sha dastur bo'yicha Saudiya Arabistonida tashkillashtiriladigan yozgi oromgohga o'qituvchi sifatida ishga taklif qilishayotgan ekan. Xabarni ko'rganimda xursand bo'ldim albatta juda, lekin o'sha tush xayolimga kelmadi nimagadir. 2 kun o'tib, mana bugun o'zimni ishlarim bilan band bo'lib turganimda, to'xta, mana shu tushni ko'rgandim-ku men degan xayol birdan kelib qoldi va qanaqadir yengil shok holatiga tushib qoldim. Izlanib ko'rsam rostdan ham inson tushida Makkada yurganligini ko'rish bu Alloh uni o'z dargohiga chaqirayotgani, tez orada unga umra ziyoratini ado etish nasib etishini anglatar ekan. Subhanalloh, alhamdulillah. Juda ajoyib, juda go'zal holat va buni sizlar bilan ham bo'lishni xohlagandim. Rahmat.